رسول الله حبيب الله نبي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Allah'ın rahmetinden qoğlanğan şeytanın azdırıp ketişinden Allah'a sığınıp panah talep qılıman. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Bizni bütün kainatni yaratgan, bizni dunyo va oxiratlik nijotlik yo'li bo'lgan haq dini islom diniga hidoyat qilgan qudratlik Rabbimiz Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamdlar bo'lsin. Olamlarga rahmat qilib avatilgan Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, shu janob Rasulullohning oilasiga, janob Rasululloh bilan birga haq dinni yetkazish yo'lida kech-kunduz harmay tilmay jihad qilgan barliq sahobalarga, ularning yo'liga qiyomat kuni qadar izchil davomlashib, agishib mangan barliq mu'min musulmon birodarlarga Allohning rahmati va salomi bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli savoddoshlar. Biz davomlashtirib kelayotgan Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hayoti haqidagi Rahiqul Maktum nomli darsimizning davomini davomlashtirish uchun biz bugun o'tgan saharda bu darsxonaga yig'ildik. Hammanglarga Alloh rahmat qilsin. Biz yuqorida mushu janob Rasululloh bilan birga o'tgan yashagan sahobalarning din yo'lida yetgan aziyatlar, qiyinchiliklarga sabr qilish, bardoshlik berish, bu aqida yo'lida haq ustida tavranmay, qayib ketmay, mazmut turishlariga sabab bo'lgan omillar sabablar haqida to'xtalib kelgan ustoz Sabiyur Rahmonul Muborak Purminki bu janob Rasulullohning, sahobalarning bu din yo'lida yetgan aziyatlar, qiyinchiliklarga sabr qilishlari, bardoshlik berishlari, haq ustida tavranmay, mazmun turishlariga sabab bo'lgan omillarni olti turga, yana olti omilga bo'lib to'xtalibdi. Biz oldingi darsimizda shu 6 omilninki ikkinchisini so'zlab o'tib bo'lgan. Yani bugungi darsimiz shu butun insoniyatni ong-tong qoldirgan, insoniyatning aqlini lal qilib tashlagan, mo'jiza xarakterlik, bu ayni anglash bilan butun badanlar shurkunib, titrab ketadigan va qalblar yerilib ketgandek shunchalar azoblar, qiyinchiliklarga bardoshlik berib, haq ustida tavranmay turishlariga sabab bo'lgan omillarning birinchisi butun koinotning yaratuvchisi bo'lgan Allohga bo'lgan iymon, ishonchi bo'lgan bo'lsa, ikkinchidan qalblar arom topadigan, qalblar ayniga talpinib, ayniga sevgi muhabbatni izhor qiladigan bir qo'mondon, rahbarning bo'lishi deb o'tgan edi. Mana bu Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam islom ummatining, umuman butkul insoniyatning eng oliy qo'mondoni edi. Mana shu eng oliy qo'mondondan iborat hem butun insoniyatning payg'ambari bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sahobalar bilan birga bo'lishi, shu sahobalarning
qiyinchiliklarga sabr qilib, haq ustida mazmut turishlarga sabab bo'lgan bo'lsa, uchinchisi bu insoniyat yer yuziga yaratilib, bu insoniyatning ustiga yuklangan majburiyatni, mas'uliyatni his qilishimi mana bu sahobalarning bu qiyinchiliklarga bardoshlik berib, haq ustida tavranmay mazmut turishiga sabab bo'lgan. الشعور بالمسؤولية من مسؤولية نسقرش فكان الصحابة يشعرون شعورا تاما ما على كواهل البشر من المسؤولية الفخمة الضخمة وأن هذه المسؤولية لا يمكن عنها الحياة والانحراف بحال فالعواقب التي تترتب على الفرار عن تحملها أشد وخامة وأكبر ضررا أما هم فيه من الازدحام وأن الخسارة التي تلحق البشرية جمعاء بعد هذا الفرار لا يقاس بحال على المتاعب التي كانوا يواجهونها نتيجة هذا التحمل. Mana bu sahabalar bu insoniyatning ustiga yuklangan bu eng buyuk, eng cho'ng bo'lgan bu mas'uliyatni ham bu mas'uliyatdan odamlarning bir ahvol bilan chatnab chiqib ketishi va uningdan eg'ib ketishi mumkin bo'lmaydiganligini ham bu mas'uliyatni o'z ustiga elishdan, o'zini qochirishdan kelib chiqadigan oqibatninki bu sahobalar turayotgan, musulmonlar turayotgan bu azob qiyinchiliklardan ziyni cho'ng va halokati nayta ig'ir qattiq bo'ladiganligini hem şu mas'uliyatdan o'zini qochirgandan keyin şu mas'uliyatdan o'zini qochirgandan keyin şu mas'uliyatni o'z ustiga elish natijasida ular duchor bo'ladigan qiyinchiliklarga bir ahvol bilan salishtirib bo'lmaydigan hem şu musulmonlarga hem bütün insoniyatga qo'shilib keladigan, ergishib keladigan bu ziyonning ig'ir ekanligini tamamen his qilib yetgan edi, tamamen bilib yetgan edi sahobalar. Şu jihatdan ular bu haq ustida tavranmay mazmut bo'lgan, bu yo'lda yetgan aziyatlar, qiyinchiliklar qancha cho'ng bo'lsin, onunla bardoshlik berib ma'nolagan edi. Mana bu musulmonlarning haq yo'lida yetgan aziyatlarga, qiyinchiliklarga sabr qilishlari, bardoshlik berishlari ham bu haq ustida mazmun turib, uningdan egib ketmay turishlarga sabab bo'lgan 4-omil al-imanu bil axirah. Dunyoning oq ko'rinishidan iborat bu ahiret günüge iman keltirish, ahiret günüge aqida bağlash. Ve huve mimma kana yuqawwi hadha ash-shu'ura bil mas'uliyya faqad kanu ala yaqinin jazimin بأنهم يقومون لرب العالمين ويحاسبون على أعمالهم دقها وجلها صغيرها وكبيرها فإما إلى النعيم المقيم وإما إلى عذاب خالد في سواء الجحيم فكانوا يقضون حياتهم بين الخوف والرجاء يرجون رحمة ربهم ويخافون عذابه وكانوا يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Mana bu ahiret günüge işleniş, ahiret günüge aqida bağlaş, bu mas'uliyatni his qilishdan iborat bu tuyg'uni kuchaytirdi. Mana bu musulmonlar, bu sahobalar o'zining
bütün alemlerinin Rabbi olan Allah'ın huzurunda özünün dünyada kılgan çoğun küçük, az, köp emellerine karta hesapka tatılıp turduğanlıkıga cezmi işençi deydi. O hesapka tatılıp boğandan keyin akıbeti ya mengülük nimet ornu olgan cennetki buludu yoki mengülük azap olgan devzakı buluduğanlıkıga işençi deydi. فَكَانُوا يَقُضُونَ حَيَاتَهُمْ Ola olsa özlerinin hayatını qo'rqish, endish qilish ve ümit qilish, ta'ma qilish arasida o'tkazadi. Nimadan qo'rqib, nimadan umid qiladi desa, ular o'z Robbining rahmatini umid qiladi, o'z Robbining azobidan qo'rqib, mush ikki oraliqda hayotini o'tkazgan. Hem bu sahabalar bolsa özlerinin iqtisadını yaxshilik yo'llarida xarjlaydigan, xayr ihson qiladigan, ularning qalbi o'z Robbining huzuriga hisob uchun bordiganligiga, qaytib bordiganligiga qalbi qo'rqib turadigan kishilar edi. Wa kanu ya'rifuna anna ad-dunya bi'azabiha wa na'imiha la tusawi janaha ba'udatin fi jambil akhirah. Mana o sahabalar muş azaplarga, nimet huzurga to'lgan bu dunyoning oxiratga selishtirganda pashining qanatiga teng kelmaydiganligini bildi. Mana mushundaq kuchlik tonish ularga dunyoning qiyinchiliklari, dunyoning ochiq-chuchuq mashaqqatlarini bu yengil his qildiradi. Ola bu dünyanın cəfa, müşəqqət, qiyinçiliklərə aqlını taşlab mı qoymaydı, onunla parva qıb mı qoymaydı. Mana bu sahabaların haq üstüdə məzmut duruşuğa, həm haq yolunda yetken qiyinçiliklərə, əziyyətlərə səbir qılıb bərdaşlıq verişlərə səbəb bolğan 5-ci amil el-Qur'an, Qur'an idi. Mana zulmetli, qapqarangu, qiyin mezgillerde bu sürüler, ayetler. Enin etrafında aylanıp durduğun davetten ibaret İslam prensiplerinin rastlıqıga nayeti celip kılarlık, nayeti güçlük usullar olan hüccet paketlerini turğuzduğun sürü ayetler şuttuğun idi. Hem bu ayetler Müslümanlarını dünyadaki insani bo'lgan eng go'zal, eng buyuk bo'lgan bir jamiyat asos qilib shakllanadigan Allohning taqdir asoslariga yetaklaydi. Mana bu eng go'zal, eng ko'rkam bo'lgan bu insoniy jamiyat islomiy jamiyatdir. Hem bu sura oyatlar musulmonlarning his tuyg'usini, ularning ko'ngil xohishlarini haq ustida mazmut turish, shu yo'lda yetgan aziyat qiyinchiliklarga sabr qilishga qo'zg'aydi. Hem bunun uchun nurg'unlagan bu ijtimoiy hayotda uchraydigan amaliy misollarni bayon qilib beradi. Hem ularga hukm bo'lgan yo'l yo'riq ta'limotli oyatlarni bayon qilib beradi. Mana mushu mazmunda Qur'onda am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sura Baqara'ning 214-oyati. Sizlar musulmonlar jannatga yo'la turib kirib ketamiz deb o'ylab qoldinglarmi? Taqi sizlarga shu sizlarga o'xshash jannatga kirish orzusida yashagan kishilarning o'xshirigi azoblar, sinoqlar kelmadi. Masatumul ba'sa, ularning o'ziga bu jismoniy jihatga din yo'lida har xil azoblar yetgan. Vabdarra, nurg'unlagan qiyinchiliklar, aziyatlar yetgan edi. Mushu aziyat, azoblarning sabablik bu o'zi turayotgan zimin xuddi tugman tishi aylangandagidek ayndaq pir aylanib
təvirtilgəndikidək anda tuyğu bulunğan. Peyğəmbər bilən birgə olğan müminlər, şu dəvirdəki Peyğəmbər bilən birgə olğan müminlər, mətə nəsrullah. Mana şu azab, şu qiyinçilik səbəblik, bu Allah'ın qalbi nusrati, yardımı qaçan kelər, deb şunda arzu qilib, şunda deb ketgan. Ələ inna nasrallahi qarib. Bilib qoyunlar, çoxum Allah'ın qalbi nusrati yaqındır. Mana bu ayatning mazmunidan inson da'vat yo'lida, din yo'lida, aqida yo'lida aziyat, qiyinchiliklarga aziyat va qiyinchiliklar eng yuqori pallaga yetgandimi sabr qilishi, bardosh berishlari. Shu sabr qilib, shu tavrni ketmay haq ustida, da'vat ustida mazmun tug'andan keyin Allohning yordamining keladiganligi aniq chiqib turibdi. Yana Qur'on Alif Lam Mim ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ve laqad fatanna allazina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاسِبِينَ. Sure Enkebut'un baş kısmındaki 3 ayet. Elif, Lam, Mim. Bu parça harfler olup, bunun mana mezmunuga, maksat muradıga Allah alimdir. Mana bu adamlar biz iman keltirdik, biz işandik, biz Müslüman bulduk, depli koysa onun akıbetinden türündüğün, bedeli olmaydıgan, o yolda eziyet yetmeydigan, o yolda sınav, imtihan, qiyinchiliklar uçurmay, şu haltını taşlap koyuldu dep oylap kaldı mı? Ve hum la yuftanun, halbuki ola sınalmaydı. Ve laqad fatanna allazina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Biz oladın ilgili iman keltirgen, mümin olan kişilerine biz nurgulluğun sınaklar bilen sınagan edik. Bu sınaştaki tüp maksat ne mi? Allah imandır rastçıl boğan kişilerini biliş, yalgancı, sahtipaz kişilerini biliş üçündür. Demek ki her kandak adam bu İslam yolunu tanlayırken, imanlık yolunu, Müslüman buluş yolunu tanlayırken, bu yolda eziyetlerin yetişi, bu yolda kıyınçılıklarga, sınav, imtihanlarga tuçar buluşu, bu intayin elik. Şununla Cenab-ı Resulullah Eydis'ta aldı bilen bu sınav imtihanlarının en kattıqraqı peygamberlerge geliyordu. Onundan keyin şu peygamberge varislik qilib, peygamberning yandırıp koygan çirgini üçemey, izchil o'sha dinni yetkizish yo'lida da'vat etib borgan, dinni boshqalarga yetkizgan ahli ilm o'limalarga keladi. Onundan keyin qanday odam o'z dinidan mazmun turadi ekan, shu odamga bu qiyinchilik, sinov ko'p bo'ladi. Kimki o'zining e'tiqodida, aqidasida aciz bo'ladi ekan, shu acizlikka qarab sen yengilroq bo'ladi degan hadislar bor. Yana jannat bu inson tabiati yoqtirmaydigan, shunda qiyinchiliklar bilan o'ralgan, davzaq shahvoni havaslar bilan o'ralgan degan hadislarmi mushu oyatning mazmunini ifodalaydi, mushu oyatni sharhlaydi. Ham mushu haqqi bo'ysunmay, haqqi qarshilik ko'rsatayotgan, haqqni qabul qilmay, tarsalik qilayotgan kishilar. Kafirlarningki bu haqqni qabul qilmagan, radlariga qarta bu kafirlarning beshini tuvan qiladigan, yerga qoldiradigan javoblarda javob berdi shu oyatlar. Ham ularga o'zini qochug'idak, ham onun bir banay sebep göstergidek bir ili çar tedbirini kaldırmaydı. Albikin ayet olanın bazıda öz azgınlığı da özlerininki hakkını kabul kılmagan tersalık sürüp davamlaşıp kalsa bu halakite intayin iğri boğan ziyallık akıbetlerden bazıda agahlandırdı.
Allah'ın küllері bilen delil sürüp kelgen, Allah'ın dost düşmanları işideki kanuniyatlarına dalalat kılıdığan tarihi ispatlar bilen delil sürüp kelgen alda nayeti uçuk, eniqlik işide bu zina iğir bo'lgan yomon oqibatlardan ogohlantirsa ba'zida, yana ba'zida ularga nayeti yumshoq, silliqlik bilan muomala qiladi. Mana bu silliqlik bilan muomala qilish ularga haqni haqiqatga tushundirish, haq yo'lga yetaklash, haq ta'limotlarini berishni ado qiladi. Ular o'zlari turayotgan uchuq bir ozg'unlikdan qaytish uchun. وكان القرآن يسير بالمسلمين في عالم آخر ويبصرهم من مشاهد الكون وجمال الربوبية وكمال الألوهية وآثار الرحمة والرأفة وتجليات الرضوان ما يحنون إليه حنينا لا يقوم له أي عقبة. Kur'an Müslümanlarını yeni bir dünyaya başlatmalıdır. Kur'an ularga kainat görünüşlerini, rububiyet güzelliğini, ilahlık kemalatını, hem mehr şefkat tesirlerini, Allah'ın razılık tecelliyatlarını, enin aldığı işkandak bir tusalığı püttirap duranmaydıgan, ola enin kiç gündüz telfinip, sığınıp duruvatkan cennet tecelliyatlarını gösterip durdu. Mana muş ayetlerin qıtıda Müslümanlarga bir xitap var. وكانت في طي هذه الآيات خطابات للمسلمين فيها يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوانه وجنات لهم فيها نعيم مقيم. Muş ayetlerin qıtıda Müslümanlarga xitap var. Mana Müslümanlarga xitap bo'lgan şu ayetlerin içinde ularning Parvardigori o'zi tarafdan rahmat ve cennet bilen bisharat berdi. Rozilik bilen bisharat berdi. O'zi tarafdan bo'lgan rahmat ve rozilik bilen bisharat berdi. Hem ularga cennetning bo'ladiganligi, o cennetde muqim bir ne'matning bo'ladiganligi bilen bisharat berdi. Ve tusavviru lahum surata a'daihim minel keferati tugatil zalimin yuhakamuna ve yusadarun. Mana bu ayet ularga o Müslümanların kafir, tağut, zalimlardan ibaret bu düşmanlarınınki bu söylep etmeğinlevatkan hem sotqu tatılavatkan naq meydan görünüşüne ularga suretlep gösterdi. Sümme yushabuna finnar ala vucuhim zuqu massa saqar. Sure Kamer'nin 48. ayet. Mana bu kafir bo'lganlik qiyomat kuni devzaqi yuzi bilan suratni oladi. Shu vaqtida deyiladi, siz saqar nomli devzaqninki azobini tetinglar deyiladi. Mana bu sahobalarning insoniyat aqlini lol qiladigan, insoniyatni ongdan qoldiradigan bu darajadagi bu qiyinchiliklarga sabr qilishlari hem haq ustida mazmun turishlariga sabab bo'lgan 6. sebep el-bisharatu bin-nicah. Kelgüsüde g'alabaning, muvaffaqiyatning Müslümanlarga bo'ladiganlik haqidagi bisharatlar. Shuning hammasi bilan turib Müslümanlar tunji kunidan boshlab bu qattiqchilik, qiyinchilikqa uchragan, belki onundan burroq Moşu İslam'a giriş, onun ma'nisi musibetlerini, balay afetlerini, ölümlerini söylep giriş emas. Belki İslami davet tunji kunidan başlap, bütün cahiliyetini yo'qotishni, cahiliyetning salim nizamını, tüzümünü yo'qotishni nishon qiladiganligini, hem onun neticesinden dünyada davetning kesimin üstünün opozining kengayişi, hem dünyadaki siyasi meydanını kontrol qilishning bo'ladiganligini nayeti aniq biletdi, aniq tunib yetgan edi. Bu insoniyat ummatiga, insoniyat jamiyatini Allohning roziligiga boshlash, ularni bandalarga ibodat qilishdan Allohga ibodat qilishga chiqarish uchun
Moşu cehaletning zalim tüzümünü yo'qotishning natijasida da'vatning zimin ustida nufuzining kengayishi, siyosiy maydonni kontrol qilishning bo'ladiganligini ular to'nib yetgan edi, bilib yetgan edi. Ba'zida mushu bishoratlar bilan Qur'on oyat ochiqlik bilan, yana ba'zida yapma ma'no bilan tushgan edi. Musulmonlarga zimin oyat tar kelayotgan. Mush ziminning tarligidan ularning hayoti bo'g'ilib, ularning hayoti tükkülü tasliq qilib qolgan mushundaq qiyin mazillarda ilgari o'tgan payg'ambarlar bilan ularni inkor qilish, ularga kafir bo'lish bilan tug'an qavmlar o'rtasida bo'lib o'tgan dialoglar, vaqaliklarni o'z ichiga olgan oyatlar tushib turadi. Mana bu oyatlar tamoman Makka musulmonlari ham Makka kafirlarining ahvoliga uyg'un keladigan ahvollarni tilga olishni o'z ichiga oladi. Onundan keyin bu oyatlar mushu ahvollar sababli kelib chiqqan kafir zolimlarni hilok qilish, bu zaminga, yurtlarga Allohning solih bandalarining varis bo'lishdan iborat bu vaqalikni, bu ijtimoiy hayot kartinlarini bu oyatlar tilga olib o'tadi, so'zlab o'tadi. Mana mushu qissalarda Makka ahlining kelgusida mag'lub bo'ladiganligi, islomiy da'vatning g'alaba qozonishi bilan musulmonlarning g'alaba qozonishiga nihoyat ro'shan aniq ishoratlar bor edi. Va fi hazihil fatarat nazalan ayatun tasrihu bi bisharati g'alabatil mu'minin. Qala Allohu ta'ala وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. Mana mushu mazgillarda mu'minlarning g'alaba qilish haqidagi bishoratlarni oshkor o'ttirib qo'ydigan oyatlarni tushib turgan edi. Mana bu shaxta Alloh Qur'onda va laqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun. Cho'qim bizning payg'ambar bandalarimiz uchun so'zlarimiz ilgari oldi. Cho'qim ular albatta g'alaba qilguchidir, nusrat topguchidir. Cho'qim bizning qo'shinlarimiz albatta g'olib bo'lguchidir. Siz Muhammad Aleyhisselam ulardan vaqtincha yuz o'ring. Hem ularning azob tushgan holatlariga qarab uni ko'ring. Mana ularmi o'zlarining azob tushgan vaqtidagi holatlarini ularmi ko'rdi. Ular bizning azobimizga aldirab ketib borandi. Mana bu azob ular turayotgan maydonga tushsa, bu azob bilan ogohlantiruvchilarningki attigini nima degan yomon bo'ldi. Sura Saffotning 177-oyat. Yine Allah Qur'onda Sura Qamarning 45-oyatida sayuhzamul jam'u va yuvallunat dubur. Mana bu islomga qarshi, musulmonlarga qarshi to'plashgan bu top guruhlar mag'lub bo'ldi. Ular oqisini qilib qochadi dedi. Yine Allah Sura Ahzabning 110-oyatida jundum ma hunalika mahsumun minal ahzab. Yine bu musulmonlarga qarshi, dinga qarshi to'plangan guruhlarning o'zidan mana mishali bir qo'shin bor, o qo'shinmi mag'lub bo'lguchidir. Sura Sotning 110-oyat. Habasistonga hijrat qilgan muhojirlar haqida tuvanki oyat tushdi. Allazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwiyannahum fid dunya hasana ve la ajrul ahirete ekberu lev kanu ya'lemun. Sura Nahl'ning 41-oyatida. Solonga uçurgandan keyin Allah to'g'risida hijrat qilib mangan muhojirlar albatta biz ularni dunyoda yaxshilik o'rinlashtiramiz. Ya'ni yaxshi joyga o'rinlashtiramiz. Albatta oxiratning ajri uningdan cho'ngdir agar ular bila bo'lsa. Ve sa'aluhu an qissati Yusuf fa'anzalallahu fi tiyha laqad kana fi Yusufa ve ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Mana o Makka mushrikleri Cenab-ı Resulullah'dan Yusuf Aleyhisselam'ın qissa tarixi haqida so'ragan edi.
Şuyda Allah Teala şu Yusuf Aleyhisselam'ın kıssalarının katıda لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَاِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ degan ayetini düşürdü. Çoğum Yusuf'un kıyrandaşları da sorguçular için bir ibretlik savab ayetler oldu dedi. Mana bu Yusuf Aleyhisselam'ın kıssaları hakkında sorulan Mekke ahlileri Yusuf Aleyhisselam'ın kıyrandaşları uçurgan mağlubiyetke uçuraydı. Xuddi Yusuf Aleyhisselam'ın kıyrandaşları ahirista özünün kıyrandaşı Yusuf Aleyhisselam'ın aldığa teslim bulup kelgenge o'xshash bu Mekke ahlileri Müslümanların qışığa teslim bulup keladi. Ve endi dedi Allah Teala peygamberlerini tilga alib ve qâlellezîne keferû bi rusulihim lenukhrijennekum min ardina ev leta'udunna fi milletina feuhâ ileyhim rabbuhum lenuhlikennez-zâlimîn ve lenuskinennekumul arda min ba'dihim zâlike limen khâfe mekâmi ve khâfe va'id. Sure İbrahim'nin 14. ayeti. Bu kafir olan kişiler öz peygamberlerine mundaq dedi. Biz elbette sizlarni ziminimizdan qo'g'lab chiqaryapmiz yoki bizning dinimizga qaytisizlar. Ya'ni bu payg'ambarlarga, musulmonlarga ikki xil tanlash yo'lini bergan. Birisi bizning dinimizga qaytib, mushu ziminda yashaysizlar yoki bo'lmasa bizning ziminimizdan sizlarni qo'g'lab chiqaramiz, siz bu zimindan chiqib ketasizlar degan ikki tanlashni bergan. Ondan keyin ularga o Peygamberlerin perverdigarı olan Allah ularga vahiy qilib lanuhlikennez-zalimin. Biz elbette zalimlarni helak qilamiz, elbette sizlarni ulardan keyin zamonga o'rinlashtiramiz. Mana shu zamonga o'rinlashtirish mening huzurimda hisob berish uchun turishdan qo'rqqan, ham meningki qo'rqitgan azobimdan qo'rqqan kishi uchun bo'ladi deb vahiy qildi. Mana dal mushu farisliklar bilan rumliklar o'rtasidagi urush nihoyatda yalqinjab turayotgan, lavildab yenib turayotgan vaqtida kafirlar farisliklarning g'alaba qilishini yaxshi ko'radi. Nimishqa? O farisliklar mushrik bo'lganligi uchun musulmonlar rumliklarning g'alaba qilishini yaxshi ko'radi. Nimishqa? O rumliklar Allohga, Allohning payg'ambarlariga vahiyga, kitoblarga, oxirat kuniga ishonguchi bo'lganligi uchun. Va kanatil farsu yaghlibuna va yataqaddamun anzalallahu bisharata bi g'alabatir rum fi bid'i sinin. Farslar g'alaba qilib olg'a ilgirlab ketdi. Allah bir qancha yil ichida Rumliklarning g'alaba qilishi haqidagi bishoratni tushirdi. Lekin bu bishorat mushu bir bishorat bilan cheklanib qolmasdan, balki yana bir bishoratni ochiq oshkora o'tirib qo'ydi. O yana bir bishorat Allohning mu'minlarga ato qiladigan g'alaba nusratidir. Chunki dedi Allah Taala va yawma yafrahul mu'minuna bi nasrillah. Aşı günde müminler Allah'ın g'alaba nusrati bilan xushal bo'ladi deb bu bishoratni o'tirib qo'ydi. Surumning 4-oyati. Va kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nafsuhu yaqumu bimisli hadhihi al-bisharat bayna awnatin va ukhra. Fakana iza wafa al-mawsam wa qama bayna an-nas fi ukaz ve mecennat ve zilmecaz لتبليغ الرسالة لم يكن يبشرهم بالجنة فحسب بل يقول لهم بكل صراحة. Peygamber aleyhissalatu vesselam üzülam arlap muşnun o'xshash bishoratlar bilan turibdi. Hajji mavsumi kelgan vaqtida Rasululloh kishilar orasida arlab Şöhretde Ukkaz, Mecennat, Zilmecaz bazarlıqdı. Nimishqa peygamberlik vazifasini yetkazilish uchun. Rasululloh ularga jannat bilan bishorat berib qolmasdan, ularga nihoyat ochiq ro'shanlik bilan deydi. Ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah taflihu va tamliku bihal arab va tadinu lakum bihal ajab. Fa iza mittum kuntum mulukan fil jannah.
Ey insonlar, sizlar la ilaha illalloh degan so'zni danglar. Koinot ichida Allohdan boshqa ibodat qilishga loyiq qudratlik bir kuch yo'q danglar. Sizlar nijot topsizlar. Sizlar bu so'z orqali arablarga podshoh bo'lasizlar. Sizlar uchun o so'z sababli ajamlar bo'ysunib keladi. Sizlar o'ylab ketsanglar jannatning podshohlari bo'ldinglar degan ochiq bishoratlarni deydi. وقد أسلفنا ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم عتبة بن ربيعة حين أراد مساومته على رغائب الدنيا وما فهمه ورجاه عتبة من ظهور أمره عليه الصلاة والسلام. Biz yuqorida Janob Rasulullohning Utba ibn Rabi'aga bergan javobini yuqorida o'tdik. Mana Utba Rasululloh bilan so'zlashni iroda qilgan vaqtida dunyoning qiziqtiradigan narsalari bilan Utba Rasululloh bilan so'zlashni iroda qilgan vaqtida ham Janob Rasululloh Utbaga bergan javobni ham Utbaning umid qilib tushungan Janob Rasulullohning bu da'vat ishlariningki g'alaba qildiganlik haqidagi tushunchalarini yuqorida deb o'tdik. Yana ana shuning o'xshash Janob Rasulullohning Abi Talibning qashig'i kelgan eng oxirgi umakka bergan javobini yuqorida deb o'tdik. Rasululloh ularga shuni uchuq o'tirg'a qo'ygan. Rasululloh ulardan o'ziga bir so'zni berishni talab qildi. Ularga o so'z orqali arablar bo'ysunadi ham ular ajamlarga podshoh bo'ladi. Buni yuqorida deb o'tib bo'ldi. وقال خباب بن الأرد أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقلت ألا تدعو الله فقعد وهو محمر وجهه فقال لقد كان من قبلكم لا يمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله. ساد بيان الراوي والذئب على غنمه وفي رواية ولكنكم تستعجلون. Xabbab ibn Arad radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men Rasulullohning Ka'baning soyasi ostida o'zining to'nini yostiq qilib yotgan holatida turganda Rasulullohning qashig'iga keldim. Biz mushriklar tarafidan qattiq bir zulmga, azoblarga uchragan edik. Dedim men Rasulullohga ala tadulloh, Allohga duo qilmamsa dedim. Faqat Rasululloh yotgan yeridan qopab o'ltadi. Rasulullahning muborak yuzi qizdirib ketkichidir. Dedi Janob Rasululloh, sizlardan ilgiriki kishilar bu tumi tog'oq bilan ening sunkining oldidagi go'shtlar payla taralgan. Mana shu tumi tog'oq bilan taralishmi u kishini o'z dinidan qaytarolmagan edi. Albatta Alloh bu ishni to'liq qiladi. Bir San'a degan joydan bir yo'lovchi Hazrat Mavutga Allohdan boshqa hech qanday kishidan qo'rqmay mangdigan bir kunlar bo'ldi. Raviyning bayoni ziyoda bo'lib, "Vazibu ala g'anami." Bo'rimi mushu to'pdan qochgan o'zining qo'yg'i bo'ladi degan bayon ziyoda bo'ldi. Yana bir rivoyatda lekin sizlar bak oldirab ketib qolsizlar degan bu hadisni rivoyat qilgan. وَلَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْبِشَارَاتُ مَخْفِيَةً مُسْتَوِيرَةً. Mana bu bishoratlar musulmonlarga yushurun maxfiy emas edi. Balki bu bishoratlar nihoyatda ochiq, hammaga oshkor edi. Ya'lamuhal kafara kama kana ya'lamuhal muslimun. Mana bu bishoratlarni kafir bo'lgan kishilarmi biladi, musulmonlar bilgandek. Mana bu kafir bo'lganlarning bilganligining amaliy misoli
حتى كان الأسود بن المطلب وجلساؤه إذا رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تغامزوا بهم وقالوا قد جاءكم ملوك الأرض الذين يرثون كسرى وقيصر ثم يصبرون ويسبقون. Bu Asvad ibn Mutallib ve onun sorundaş oturup atkan kişilere, bu kafir olan kişiler Resulullah'ın sahabalarını görse, ola göz kısışıp bu eyiplaydı, sağlık kılıdı. Deydi ola en Kisra Kaysar'a varislik kılıdığın Simil'nin padişahları kepti kaşınlığa deydi. Andayken ola isketişattı ve çavak çekişattı deyen. Bana muşnun yüz olan kim? Bu bişaretlerini kafirlarının mı o çok bildiğinliği çıkıdı. Mana dünyadaki şu parlak, uluq boğan bir kelgüsü hakkındaki bişaretler. Hem şu cennetke erişti, en ahırsı cennetke erişki ep bardığan nadi çoğun, yaxşı boğan ümit bilen şu dünyadaki uluq, parlak kelgüsü hakkındaki bişaretler aldı da sahabalar her taraftan olağı üzülmey kelavatkan bu azaplar, kıyın kıstaplar ve olanı her taraftan uğrap doğan bu musibetlerinin fakat bu yaz vaktideki bulut olup azgını vakitten keyin taqilib gidadigan yaz vaktideki bulut deb qaraydi, shunda tushunadi. Mana şu ahval shundaydi. Cenab-ı Resulullah davamlı olanın ruhiyetini iman rəğbətləri bilan uzuqlandırıb durardı. Olanın vücudunu, olanın nefsini hikmet ve Kur'an talimatları bilan patlaydı. Olanı naydı çoğunqur, inçike terbiye hizmetlerini ibarat olarak. Hem olanın vücudunu, ruhunun üstünlük orullarına, kalbi saflıqqa, ahlakı pakızlıqqa, maddiyatning hükümranlığıdan, şahvanı heveslerine karşı duruş, maddiyatning hükümranlığından azat oluşqa ibarat. Şahvanı heveslerine karşı duruş, simin ve asmanlarının Rabbi olan Allah tarafga yüzlönüş orullarına ibarat. Ve olanın kalbideki bu akide çoğunu akide meşiline tekimi yandırattı. Olanı zulmet karanlıktan nurga çıkarattı. Olanı eziyetlerine sabır kılış, nadi kem kursak oluşqa ve nefslerini kontrol kılıp, nefslerini tizgilleş hakkında talim terbiye et verip, olanın kulunu tutmadı. Ola dinde texim müstehkem boludu. Şahvanı heveslerden uzak durattı. Allah'ın razılığını kolunu keltiriş yolunda özünün hayatını pida qilishni texmi ziyoda qiladi. Jannatga bo'lgan sig'inishni, ilmga bo'lgan amroqlik erishmanlikni, din haqidagi tushunchani, nafslarni hisob elish, hem mushu nafsi xohishlarni tizginlash va his tuyg'ular ustidan g'olib kelish ve qalbga, ko'ngilga to'lgan bu qisos o'tlarini ve hayacan tuyg'ularni kontrol qilishni hem sabr bilan, jimjitlik bilan, temkinlik, eg'ir va siqlik bilan bog'lanishni ziyoda qiladi. Mana bu Cenab-ı Resulullah'ın, mana bu Müslümanlarga bergan ta'lim tarbiyasiningki ta'lim tarbiya xizmatlarining natijasida mana bu musulmonlar haq yo'lida yetgan aziyat qiyinchiliklarga sabr qilib, haqdan teyib ketmay, haqdan eg'ib ketmay mazmut to'g'an edi. Mana bizning bugungi darsimiz mishada yig'ilishida Allah xolisa kelar qatimgi darsimizda o'shirishlar. Allah hammamizga mushu darsdan foydalanish, manfaatlanishni hem Allah Cenab-ı Resulullah'ın hayatımızda ölüge kılıp menişka Allah muvaffak kılsın, Allah nasip kılsın. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.